Molxona Jorj Orel tomonidan yozilgan siyosiy allegoriya bo'lib, unda hayvonlar orqali inson jamiyatidagi siyosiy voqealar tasvirlanadi. Asar bir qarashda oddiy ertakka o'xshab ko'rinsa-da, aslida u Sovet ittifoqi tarixiga, ayniqsa Stalin davridagi hodisalarga ishora qiladi. Orel bu asar orqali hokimiyat, manipulyatsiya, propaganda va inqiloblarning qanday qilib o'z maqsadidan chalg'ib, umuman boshqa bir zulm mashinasiga aylanib ketishini ko'rsatib beradi. Assalomu alaykum. Sezib turganingizdek, bugun sizlar bilan bir burchakda ingliz yozuvchisi Jorj Orelning Molxona asarini tahlil qilib ko'ramiz. Videoni boshlashdan oldin like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Chunki oldinda sizni ko'plab qiziqarli kitoblar haqidagi videolar kutib turibdi. Molxona asari 1945-yilda Ikkinchi jahon urushi tugashi arafasida nashr etilgan bo'lib, u aynan shu davrda Yevropada va ayniqsa Sovet ittifoqida yuz berayotgan siyosiy hodisalarga javob sifatida yozilgan. Jorj Orel bu asar orqali totalitar tuzumlarning asl mohiyatini, xususan SSRdagi Stalin rejimini ochib berishni maqsad qilgan. Asar to'liq ramziy shaklga ega bo'lib, fermadagi hayvonlar orqali odamlar jamiyatidagi siyosiy kuchlar, liderlar va xalq o'rtasidagi munosabatlar ifodalanadi. Fermani inqilob orqali egallab olgan hayvonlar dastlab tenglik, adolat va erkinlik uchun kurashishadi. Avval hamma hayvonlar birdek ishlaydi, baravar ovqatlanadi va baxtli yashashni boshlaydi. Ammo vaqt o'tishi bilan Napoleon ismli cho'chqacha hokimiyatni qo'lga kiritadi va fermaning yangi rahbari bo'lib oladi. U asta-sekin diktatorga aylanib, boshqa hayvonlarni aldash, qo'rqitish va zulm qilish orqali molxonani boshqaradi. Asar boshida hayvonlar barcha hayvonlar teng degan shior ostida inqilob qiladilar. Bu ibora ularning orzusi edi. Adolatli jamiyat, teng huquqli hayot, zo'ravonsiz tizim. Bu shior hayvonlar fermasidagi 7 matli qonunning eng asosiy va so'nggisi sifatida devorga yozib qo'yilgandi. Ammo asar so'ngida boshqa qonunlar hamda barcha hayvonlar teng degan asosiy qonun ham yashirincha o'zgartirib qo'yilgani ma'lum bo'ladi. Barcha hayvonlar teng shiori o'rniga devorda barcha hayvonlar teng, ammo ba'zilari boshqalardan tengroq degan yozuv paydo bo'ladi. Bu ibora mantiqan mutlaqo to'g'ri bo'lmasa-da, siyosiy manipulyatsiyaning eng yuqori nuqtasidir. Orwell bu orqali demoqchi bo'lgan 4 fikrni taxmin qilib ko'rishimiz mumkin. Birinchisi, tenglik shunchaki vosita, ya'ni tenglik shiori inqilobni amalga oshirish uchun ishlatiladi. Ammo hokimiyat qo'lga kiritilgach, bu go'yo yo unutiladi, yo manipulyatsiya qilinadi. Bunga yaqqol misol asardagi cho'chqalar dastlab tenglik va ozodlik haqida gapirgan, odamlarga o'xshashni, ular bilan munosabat o'rnatishni eng og'ir jinoyat deb atashgan bo'lsa, oxir-oqibat o'zlari odamlarga o'xshab yashashadi. Yaxshi ovqat, yumshoq karavot, hatto odamlar bilan savdo ham qilishadi. Ikkinchisi, yolg'on va propaganda vositasi, ya'ni shiorlarning o'zgartirilishi haqiqatni soxtalashtirishdir. Hayvonlar bu iborani tushunmasliklariga qaramay uni qabul qiladilar, chunki ular boshqa imkoniyatlarga ega emasdilar. Bu esa muallif tomonidan haqiqatni istagancha o'zgartirish mumkinligiga ogohlantiruvchi signal deyish mumkin. Uchinchisi, zolimlik yangi libosda, ya'ni odamlardan voz kechib inqilob nomi ostida boshqaruvni qo'lga olgan cho'chqachalar oxir-oqibatda o'sha odamlarning xuddi o'zi kabi hayot kechiradi. Ular erkinlik o'rniga avvalgidan ham yomonroq zulm olib keladi. To'rtinchisi, jamiyatdagi ijtimoiy tafovut va sinfiy farq, ya'ni asardagi ba'zilar boshqalardan tengroq iborasi sinfiy tafovutlarni ko'rsatadi. Hokimiyat va boylik faqat bir guruh qo'lida to'planib, oddiy hayvonlar mehnat qilib hech qanday haq olmasliklari bunga misol bo'la oladi. Yaxshilab e'tibor qilinsa, muallif ushbu asar orqali ba'zi bir tarixiy voqeliklarga ishora qilganini sezish qiyin emas. Ulardan bir nechtasini sanab o'tishga harakat qilaman. Masalan, 1917-yilgi Rossiya inqilobi, fermadagi hayvonlar inqilobi ana shu voqealarga o'xshatiladi. Lenin va Trotskiy. Snobel obrazi Trotskiyni eslatadi. U g'oyaviy jihatdan inqilobga sodiq, ammo Napoleon tomonidan quvib yuboriladi. Stalinning diktaturasi Napoleon obrazi orqali tasvirlanadi. Hayvonlarning bizning dohiyimiz, o'rtoq Napoleon deb murojaat qilishga majbur qilinishi ham SSRda Stalinga murojaat qilish uslubini eslatadi. Qichqiroq cho'chqacha esa Sovet propagandasining timsoli
deyish mumkin. Bu asar yozilgan paytda G'arbda Sovet ittifoqi Ikkinchi jahon urushidagi ittifoqchi sifatida ko'rilayotgan edi. Shu uchun ham Orwellning bu asari dastlab nashr qilishda juda ko'p qiyinchiliklarga uchraydi. Chunki Stalin haqida tanqidiy fikrlar urushdan keyingi siyosiy muhitga zid edi. Ammo oradan vaqt o'tib bu asar o'z zamonasining eng kuchli siyosiy allegoriyalaridan biriga aylandi. Molxona hozir ham o'z aktualligini yo'qotmagan va insoniyatning eng kuchli asarlaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Bu kitobni kasbingiz va jinsingizdan qat'iy nazar albatta o'qib ko'rishingiz kerak. Keyingi videolarda bir burchakda ko'rishguncha.